名もない草花虫けらたちを愛し育てた人がいた自分を犠牲にふるさと国を戦い守った人もいた後に続け青春たちよ後に続け遅くはないさ急ぐことは難しいが時に振り返ることはもっと難しいエディソンEy Edison! Balam tamıkın niye? Balam kendi sen! Edison! Tuxumni nima qilasan? Nima qilgan bu balam? Cho'ji chiqiraymikin deyman. Nima? Cho'ji chiqirman? Tuxumni sen basamsan? Möcüz bu. Chiqqinglar nima deyishyapsizlar? Edison tuxumni besib, cho'ji chiqirman deydi. Nima? Sen basqinaga cho'ji chiqamdi. Nimishqa chiqmaydi ekan? Mekiyam shundoq bosadi-ku. Edison, sening olqining bilan Mekiyanning badini o'xshamaydi. Beka avar bo'lma. Bala. Bir, iki. Edison, sen geldi atmaz sen. Ata deme. Kepenek nima uchun uchalaydi? Nima uchun degina? Uni qanoti bor-da, qanoti. Qanoti bo'lsa uchalamda. Chunki Sancho ata deme. Da baqa, demamsa. Stop. Nima? Ot nima uchun kuydi? Yana so'rg'ili turding-ku, ha? Bu mundaqcha, Edison. Chunki u yanidi. Shu uni o't deymiz. Yanadigan narsa o't, ha? Ot nima uchun yanadi? Ot degan nima? Mang chiqib o'yiningni o'yna. Mana o'ynab kel. Nima odamning koshini qiladi bu shumtak? Mana. Ay, ot degan zodi nimadi? U nimadan paydo bo'lgan narsadir? Ha, to'g'ri. Belli. Ot ketdi! Ot ketdi! Ne bo'ldi? Nimish bu? Su aka! Bak, chiqamiz! Yana aka, bak! Tez! Chiqamiz! Ya Allah, oxiri o'chdi. Kim o'chdi ki? Chiqa bu yoqqa! Edison. Senmidin? Bu senin qilgan ishing-da. Nima qilding bu?
man qarangda da gepimni anglang. Men o'tning qanday yanadiganligini bilmoqchi edim. Bilim izləyici bu bala uzun ötmey mektepga kirdi. Yaxshi, ko'pchilik diqqat qilinglar. Bu qushqash. Qaranglar, ustidagi temir tumshuq. Muallim, men bir narsani so'ramoqchi edim. Nimani, Edison? Qushqashni nima uchun qushqash deymiz? Qushqash nima? Ondan sonra qushqash tursa. Edisonning o'zini yana boshlandi. Savoqdashlar, 3 ga 6 ni qo'shsa, necha bo'ladi? Muallim, mening bir savolim bor. Nima, Edison? Biriga birini qo'shsa nima uchun 2 bo'ladi? Kechki so'raydi ekansan. Bu tushunishlik masala o. Yana so'rag'an nimasi, Edison? Tura, men seni turg'izib qo'yman. Edisonning o'tirib qo'ygan savollari amaliyotda shaylarning mohiyatiga taqaladi. Qisqasi, o bizga ovozlab tepadi. Ondaq bo'lsa bu balni qanday qiladi? Nim dedingiz? Tushundim. Bundan keyin bu balani o'zim o'qitay. Shunday qilay. Mushu sababdan o'smir Edisonning maktab hayoti 3 oyga bormay oxirlashdi. Ertasidan boshlab apsi ma'lum bo'ldi. Edison o'quvchi bo'ldi. Shunday qilib, bu 2 kishilik maktabda dars boshladi. Kepinak faqat qonatiga va havoning ruhiga tayinib uchidi. Mana bu kepinakning uchishidagi sir. U faqat qonati orqali havoda uzidi ekanda. To'g'ri, Edison. Jura, sirtga chiqib kepinakni ko'ray. Raslo opa, edib obdan dedingiz. Jurang, chiqaylamsa. Uchinglar, uchinglar. Uzinglar. Balam, mayaga kel. Nima u opa? Qara avlunga. Kepinak tuqqilyotidi. Kitobniki bilan o'xshashgan. Shundoq balam, kitobni ko'rib amaliyotni ko'rsatsa. Ondan keyin yana fikr yurgizsam. Uqdingmi, balam? Shundan keyin o'smir Edison kitob o'qishga boshlab kirib ketdi. U kitobdan o'rgangan bilimlarni amaliy sinovdan o'tkazmoq bo'lmaydi. Shung ota-onasi uning atab yer ostida bir tajribaxona rastlab berdi. Mak, mani ichvat. Bu nima? To'g'ri, buni ichsang uchasan. Rost uchamdimi? Bo'ldi, o'ltir. Hozir sening badaning havoga to'shdi. Endi sen sharga o'xshash uchasan. Ushmansan. Edison, nima qilding bu? Seni aqlga totdim. Bu kalva, maqtoqqa qo'y. Edison, adam badaniga sinaq qilsang qanday bo'ladi? Meni kechiring, opa. Edison haqiqiy sinov uskullarini setib olish uchun ba'zi sesasa darazda poyezdlar o'tkazdi. O'smir Edison 1 minut vaqtni shunday qadrlaydi. Shunga u geld satgan vaqtdan foydalanib, poyezdlar bilan kichik tajribaxonni bir narasida oldi. Shundan keyin Edisonning havasi bara-bara tok va telegrammaga markazlashdi. U tadqiqotni texnik yaxshi qilish uchun Bostondagi telegraf xizmatga kirdi. Ma'lum o'tiring. Bo'ladi. Edison oxiri dunyoga kelib, Nyu-Yorkka borgan poyezdni batdan setib oldi. Opa, o'g'lingiz hozir kashfiyotchi bo'lish oldida turyapti. Edison Nyu-Yorkka borgandan keyin iqtidorini texnik joriy qildirdi va uzun o'tmay savdo o'rnidan telegraf xabar ishlaydigan bir xizmat topdi.
Ondan topgan puli orqali o'zining tadqiqot bilimi va zavodini qurib chiqdi. Başlayaq. Sizga telegramma. Bechora opam. Shundoq qala. Kitob Evet. Edison shundan keyin patifon, qo'g'ishin matba, kino apparati va elektr mashinasi qatorliq narsalarni kashf qildi. Uning ayni vaqtdagi o'tning nima uchun kuydiganligini bilishga intilgan sabiy yuragi oxiri ulug' kashfiyotlarni barliqqa keltirdi. Edison 1879-yili elektr chirog'ini kashf qilib, bu qimmatli sovg'ani bizning barliq odamlarimizga qoldirib ketdi. Edison Thomas Alva 1931-yili 84 yoshida olamdan o'tdi. Buningdan taxminan 170 yil ilgari Yaponiyaning Irago Koniyama tog'idagi ibodatxonada Yokan ismli bir mashhur rohib o'tgan edi. Ammo odam qo'sqig'iga yanala bir narsa yeyishga to'g'ri keladi. Şuna Yukan oqsoqolmi ba'zida sapal oyog'ini kiyib kanatga berib tavob qilg'ach kishilardan yordam so'raydi. Kim o tavlığan? Yohan oqsoqolmi? Sizlar birdam saqlab tursizlar, Nami Amitabha, Nami Amitabha, Nami Amitabha. Az bo'p qoldi ko'ngillarga ormisizlar. Nami Amitabha, Nami Amitabha. Oqsoqol, ajab obdan ketdilar. Bu texi boy pishirgan nomi gurushni netdi, tetib baqsilar. Ajab obdan bo'ldi. Qaraganda Yukan oqsoqolning turmushi xili obdan o'tib kerak. Bak o'xshabdi. Bu satva, silimo tetib baqsilar. Yukan oqsoqol mashhur oilada dunyoga kelgan bo'lsa-mu, lekin u ota qabri qo'lashmaydi. U 18 yoshida oilasining mol-mulkini enisiga tashlab berib, o'z uydan chiqib oddiy rohib bo'lib olgan edi. Keyin u shu davrdagi birinchi darajalik olim va oliy darajalik rohib bo'lib qoldi. Ammo u bu ishlarni qilchi sezmagandek oddiy sodda yashab ketaverdi. Nima degan esil gullar bu? Nima degan tez furqat? Yukan oqsoqol uxlab qoldi. Çüş. Sizler mi tonlar? Qaranglar, men sizlarga top ağaç geldim. Ma'lum ba, qaranglar. Mani o'ynaylar, bo'lamdi. Bolada top oynayli. Bolada. Bir, ikki. Aş kondi tarafqa. Bir, ikki. Aş kondi tarafqa. Oldu mu? Birden durup durun. Oldu mu? Birden durun. Oldu mu? Birden durup durun.
Xeyli obdan müküptüm deyman. Kim? Nima adamsan? Müküşbek oynavatdingiz. Yokan aqsoqolkan sizda. Vallahi o'ylarga ketgili ne vaq? Ajab, ish uqmaydigan balla ekan juma bu. Yokan aqsoqol, texi tamoq yemaganlar haqachon. Jisla, biznikiga berib, tamoq yeb kesla. Bo'lamdi. Men da xijil bo'lyapman. Shunda qilib ular Yokanni obdan mehmon qilib yo'lga sep qo'ydi. Mana endi u rozi bo'lgan holda daladagi chig'ir yo'l bilan uyga qaytib ketyapti. Kechda havo nima degan payzi? Ajab rahatlandim ha. Keldi. Bu shumtekni og'ir tutadigan bo'ldik. U hayvon, men sana o'zini bir tuntib qo'ymaydigan bo'lsam. Ay. Ura. O'g'ri, atimingni bir berib qo'ymasam seni ikkiye. Yo'qon aqsoqolkan u bu. Voyjon, ajab og'ir edi. Kechirdilar. Kechirgaylar. Biz sizlarni ziraat o'g'irlig'iga kelgan o'g'rimkin deb qopdik. Shunda ras aqsoqol kechirsizlar bizni. Yo'qsu. O'zimdim mo ketdi. Yerim kechida etizliqda mangandan keyin o'g'ri demay nima deysizlar? Turinglar. Turinglar. Kent o'rtog'idagi kemiç kanmisi kent bo'yicha mijozi eng g'alati odam edi. U Yokanni bir odamning maqtig'idan olisimi, xafa bo'lib ketdi. Sizdan chaqqandara uni faqat ochiq kelmadi. Ras, ham mushatdoq, ham tabdoq. Mushki dolar asosan Yokan haqiqatan katta botgan. Nima deding? Qanday qarib deding? O degan bir tilamchi shayx. Uqdingmi? Tilamchi. Ey, bo'ldi xil. U oliy janob Ibrohim. Sen bir araq kesh. Sen nimani bilading? Hey. Nima deding? Bo'ldi xil. Bo'ldi. Mana hepsi. G'alati mijozlik odamlarning hammasi shunday bo'lsa kerak. Kanmisi shundan tortib Yokanga texmi o'shib ketdi. Ammo Yokanning bundan qilchi xabari yo'q edi. Bir kuni Kanmisi meni daryodan o'tkazib qo'ysam bo'lamdi. Yaxshi. To'g'ri, o'zil tushdi mana. Bugun havo xili obdan bo'lyapti-da, ha? Yo'kan aqsoqol. Havo naydi obdan. Kema daryoning o'ttirig'i bag'anda. Hey, o yoqqa qarang. O yoqqa. Nima? Qarang, ananga. Hech nima yo'q-ku. Voy. Qansimi uni o'ldirib qo'ysam o'likni tortib chiqishni o'zi bir avorchilik ish deb o'yladi-da, birdan qarab turgandan keyin kiyim palag'ining bir o'shini Yokanni qusnib berdi. Kanmisi, siz mening hayotimni qutqizib qoldingiz. Men sizga nima deb rahmat aytishimni bilmayapman. Rahmat. Yokan aqsoqol xalqdan kaskemas gumonlanmaydigan oq ko'ngil odam edi. Arzu ishq ochdi. Ko'ngliga yig'ilib qolgan ochiqmi chiqdi. Ammo nima ish qildi? Kansimey bu yerda parishon o'tiribdi. Kanmisi, meni daryoning u qetiga yana siz o'tkazib qo'ysangiz bo'pti ekan. Kanmisi, nima? Mau may bo'lamdi ekan. Men buni men buni baya menga qilgan yaxshiligingiz uchun sovg'a qilay. Bu Xudoning iltifoti. Bo'ldi. Menga buni sovg'a qilmasizlar. Men sizdan bugun ko'p minnatdor. Rahmat.
うんまあしねわいしょらコロコロKanmisi bugün sana nim oldu. Şunu deyme onun çırağım özgürüp kaptık o. Yok ana asasal baymış et ütük et beni bak ayli. Yok ana sakal. Kanmisi. Men bu meni birli içeli deb ekegan. Birli içeli. Qandaq yo'kan aqsaqal. Shundaqmi? Belli. Hozir vaqtida keldinglar. Meyga sizlarmi daxil bo'linglar, ha? Bu qandaq gap? Nima degan chiroyli oy chiqqan. Qani, ichinglar. Degan esilmay. Yaponiyada Iraga Koniyama'dagi kishilar Yokan Oqsoqol haqidagi bu hikoyani ta hozir qadar aytib kelmoqda.今でこそ私めは大統領国を司る偉い人でもさ本当はさただのアリ